issiqxona sharoitida hozir qalamchalarni ko'paytirish amaliyotini bajaramiz. Mana bu yerda biologik aktiv moddalar, drenaj uchun kichkina tosh shag'allar, bu yerda biomassamiz, ya'ni oziqa muhitli tuproqlarimiz hamda daryo qumi и ko'paytirish uchun mo'ljallangan qalamchalarimiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin smorodinani, bu lavrover list и boshqa o'simliklardan sekin-sekin ko'paytiramiz. Mana bu yerda istalgancha o'simliklarimizni ko'rish mumkin. Asosan sitrus o'simliklari ko'paytirilmoqda. Hamda meni o'simligim, ilmiy tadqiqotda bo'layotgan o'simligim maymunjon o'simligimiz. Bahor kelishi bilan hammasi o'zini bo'yini ko'rsatmoqda. Mana bu yerda bor, mana bu yerda bor, mana ko'payishyapti. Va ustasi.